Bu mübarek ay bilan xo'shlashib ko'nglimizni to'liq yerim qilmoqda. Ramazonda taat ibadetimiz burunqidan ko'payganmidi yoki hala o'yin tomosha bekor ishlar bilan bo'layotgandigandimiz? Bu savol so'rag'ingiz shaxsan meni bir o'ylantirdi. To'g'ri, men nimalarni qila oldim Ramazonda degandek. Bismillahirrahmanirrahim. Bizga iman, islom, Qur'on va ro'za ne'mat ato qilgan. Gunohlarimizni mag'firat qilib, qiyinchiligimizni osonlashtirib beradigan yakka yagona tangdoshsiz Robbimiz Alloh subhanahu va taologa barcha go'zal maqtashlar va madiyalar bo'lsin. Bütün alemlarga rahmat qilib avatilgan suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, iffetlik, namunalik ayollari va qizlariga va sahaba ikramlariga, shundaqla ularga ta qiyomatga qadar yaxshilik bilan ergashgan barliq mu'min musulmon er va ayollarga Allohning go'zal rahmat salomlari bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum sonlarim. Va alaykum assalom. Hozir biz Ramazon oyini qanday uzatamiz degan to'g'risida bir suhbatlashaylik. Bo'ladi. Hakikaten Ramazan bizga nisbeten tünügünle kirgende kılıvadatdı. Mana hala bugün çıkış aldıda, bizim ayrılış aldıda, bu aziz mihmanlı olsa biz uzuş aldıda turvatımız. Hakikaten kömürümüz bekmi yerim. Şu bu mübarek ay bilan xo'shlashib ko'nglimizni to'liq yerim qilmoqda. To'g'ri deysizlar. Hakikaten bu mübarek Ramazan oyidan ayrılış bizga to'liq ig'ir kelyotdi. Biz Ramazonning oshiqlari, Ulug' Rabbimiz kelar Ramazon oyiga bizni sog' salomat ulaştırsın İnşallah. Xo'sh, undaq bo'lsa sonlarim, biz bu yerda o'zimizga bir savol tashlab boqaylik. Biz bu Ramazon oyida aytimiz uchun nima tayyorladik? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yani iyi iman etganlar, Allah'tan qo'rqinglar. Nafsi atiga, yani qiyomat kuniga nima tayyorlanganligiga qarab baqsin. Allah'tan qo'rqinglar. Chunki Alloh sizlar qilayotgan barliq amallardan xabardordir. Mana qaranglar sonlarim, Allah subhanahu va taolo bu oyatda bizning aytimizga, yani qiyomatimizga nimani tayyorlanganligimizga qarab baqishimizni buyuryapti. Biz yana o'zimizga bir savol tashlab boqaylik. Bu oyda qanday yaxshi ishlarni qila oldik? Ramazon ro'zasini layoqida tuta oldikmi? Kechalari qiyomlarda layoqida tura oldikmi? Allah subhanahu va taolo Sura Baqaraning 183-oyatida la'allakum tattaqun, yani taqvo darajaga erishishinglar uchun deb kelgan ro'zaning hikmati bizda ifodalandimi? Ramazonda taat ibadetimiz burunqidan ko'payganmidi yoki hala o'yin tomosha bekor ishlar bilan bo'layotgandigandimiz? Shuningdek yaxshi o'ylashib chiqishimiz kerak. To'g'ri deysiz-da. Hakikaten bu savolni bizga so'rag'ingiz bekli yaxshi oldu. Çünkü Ramazan kirdi dedik. Hakikaten Ramazan'dan kirişi bilen bir hayacanlandık. Hoş bulduk, xursand bulduk. Ondan ki Ramazan'dan başlarda özümüzde Ramazan qanday tayyorlab qolaymiz yoki nimalarni qilamiz degandek o'sha ibadetler bilen hakikaten meşgul bulduk. Lekin Ramazan o kadar tez kirib, o kadar tez chiqish oltiryotdi. Ramazan chiqayotgandan keyin hid ayamning xo'shaligi bilan, shuning aldirashchilik bilan yana o'zimiz Ramazan'da nimalarni o'zimizga mujassam qildik, qanday manfaatlarni oldik degandek bu savollarga diqqat qilmaydi ekanmiz. Hakikaten bu to'g'ri. Bu savolni so'rag'ingiz shaxsan meni bir o'ylantirdi. To'g'ri, men nimalarni qila oldim Ramazonda degandek sizning savollaringiz bilan o'tmishimga bir qaytgan bo'ldim.
Hakikaten de Ramazan'da ibadet kılganlarmı, şu gecelerini kıyam bilen, gündüzlerini sıyam bilen, hakikaten bir kulluk kılganlarmı yaxşı menfaatini ötküzdi. Lekin muşundaq bir katta aydımı, muşundaq menfaatlik bir aydımı, gafletde ötküzgenlermi, uxlab ötküzgenlermi, yoki oyun tamasha bilan ötküzgenlermi ötküzdi. Lekin bizning farqimiz cho'ng deb o'ylayman, shundoq va-da. Albatta. Allah razı olsun sağlam. Hakikaten bu doğru dediniz. Endi bu Ramazan hammalarga o'tdi, lekin kunduzini ro'zalar bilan, kechalarini qiyomlar bilan o'tkazganlar ana shular haqiqiy baxtga erishguchilardir. Ammo g'aflatda, bexudlikda o'tkazganlar bo'lsa, ziyankorlar qatoridan bo'ladi. Alloh saqlasin. Endi qaraydigan bo'lsak, ilgirki ulamolarda alayda bir go'zal ish namoyon bo'lar ekan. Ya'ni qanday deganda, ular Ramazon oyiga yetish uchun 6 oy duo qilar ekan. Yana Ramazondan keyin shu Ramazonda qilgan amallarining maqbul bo'lishi uchun yana 6 oy duo qilar ekan. Maşallah. Bu ulug' oy chiqib ketgandan keyin ular bu oyning chiqib ketganligiga ko'nglini intayin yarim qilib, har kunisini taat ibodat bilan o'tkazishga bir-biriga tavsiya qilar ekan. Amaliyotda mu'minning nazarida her gün, hatta bir ömür ibadet mevsimi hesaplanıdı. Biz ulardan ülgü alaylı. Bizim şu Ramazan'daki tirişçalıkımız bir ömür hayatımızga tesir göstersin inşallah. To'g'ri deysizlar da bu gapingizdan keyin men qayta bir silkingandek bo'ldim, chunki biz Ramazonni ibodatlar bilan o'tkazdik, kechalari uxlamadik. Bu oxirgi o'nlarda uxlamaymiz deb o'zimizga majburiyat qilamiz. Ondan keyin hidoyat kirgandan keyin har biz Ramazonda uxlamaganmi, ibodat qilganmi deb ham hitlarda uxlaymizga, o'yin tomoshalarga birildiganmiz. Hatto namozlarimizni kechiktirib, ibodatlarimizga sal qaraydiganmiz. Kechalari qiyomda turgan bo'lsak, hitlarda tashlaydiganmiz degandek. Biz naydilqa ta'tilga chiqqandek, arom baxshli xo'shallikqa chiqqandeklar bo'lib ketadiganmiz. Ilgirki ulamolarimizning hozirgi siz so'zlab berganini anglab, men haqiqatan cho'chib ketdim edi. Endi bu yerda o'zimizga bir savol tashlab baqsak, Ramazonda biz qanday foydalarga erishdik? Bu Ramazon oyi bizningki ruhimiz va ish harakatimizga bir o'zgarishlarni paydo qila oladimi? Degandek, shuni bir o'zimizdan so'rab baqsak. Allah rozimiz ve qiyamlarimizni qabul qilg'ay. Amin. Ramazonda qilgan amal ibodatlarimiz bizga bizning shu bundan keyingi hayotimizda nimalarni o'rgatadi, bu to'g'risida ozroq to'xtalib bilamisiz? Allah razı olsun. Biz Ramazonda qilgan amal ibodatlarimizning bizga bir necha turli narsalarni o'rgatadiganligini bir xulosalab o'taylik. Birinchidan, masalan, roza desek, biz Allah'ın fazli inamı bilen bir ay Ramazan rozasını tulup tutalaganligimiz bizning bundan keyinmi nafli rozani davomlashtira oladiganligimizni bildirdi. Shuning uchun nafli roza tutishga bekrak tirishaylik. Nafli ibodatlar farz ibodatlardagi nuqsonlarni to'liqlaydi. Hem nafli ibodatlar darajamizni ko'taradi, xatoliklarni o'chiradi ve Allah'ın yaxshi ko'rishiga nail qiladi inshaalloh. Endi biz odatdagi farzni bija keltiradigan yoki nafl amallarni aniq-saniq qilib qo'yadigan kishilarning darajasidan nafl amalga tixim oldiradigan, Alloh yaxshi ko'radigan, shundoq yuqori bo'lgan kishilarning darajasiga yuksalishga tirishaylik. Alloh hadis qudusiyda bunday degan: "Bendam nafl amalni qancha ko'p qilgan sari, men o bendamni yaxshi ko'rib qolaman." Ulug' Alloh bizni o'zi yaxshi ko'radigan, shu nafl amalga tixim oldiradigan kishilarning qatoridan qilsin. Amin. Yana birga ro'zaning qalqon ekanligini bilamsizlar. Payg'ambar alayhisalom ro'za mazmut qalqondir degandek, biz Ramazon oyi ichida mazmut qo'rshilgan bir qo'rg'onning ichida bo'ldik. Endi bu Ramazon oyi chiqib ketgandan keyin bizni her tarafimizdan qorshab turadigan havoyi havaslarimiz, nafs xohishlarimiz, adami, jinni, shaytonlar degandek mushlarning yomonligi bor. Biz endi nafs ro'zini tutish orqali yana bu qo'rg'onni mustahkamlashimiz kerak. Bo'libmi Payg'ambar alayhisalom to'y qilmagan yoshlarni ro'za tutishga buyurgan. Shunga bu fitna davrida yoshlar bekrak nafl ro'za tutish orqali o'zini qo'g'dishi bekmi muhim. Endi ikkinchisi namoz.
Biz Ramazan ayida namozni xushu bilan, ruku secdelerimizni cemaatle bilan ado qildik. Amaliyotda namoz Allohni aslash uchun yo'lga qo'yilgan bir ibodat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va aqimis solata li zikri. Yani Allah deydi ki namozni meni aslash uchun ado qilgin. Demak, Ramazondan boshqa vaqtlarda yil bo'yi biz namozlarimizni to'liq ado qilish uchun Allohni asladikmi? Estaizu billah. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yani namoz mu'minlarga vaqti belgilangan holda farz qilindi. Endi o'ylab baqsak, biz bu Ramazon oyida taravih yoki tahajjudlarda imom qanchalik uzun o'qisa, shunga bardoshlik berib uzun tura olibmiz. Demak, bu holat bizning Ramazon oyidan keyin kechilik qiyomlarda tura oladiganligimizni bildiradi. Payg'ambar alayhissalom kechilik namoz mu'minning sharifi degandek, biz Ramazon o'tib ketgandan keyinmi bu sharifimizni qo'ldan bermaslikka tirishaylik. Kuchimiz yetishcha kechilik qiyomlarda turib olaylik. Allah shuni muvaffaq qilsin. Uchinchi, Qur'on o'qish. Endi biz bu Ramazon oyida Qur'oni Karimni bir qitim yoki bir necha qitim xatma qildik alhamdulillah. Qur'oni Karimni o'qilganga beriladigan ajr savob intayin katta. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'ondan bir harf o'qiganimizga 10 ajri yozilganligini degan. Qarsak, Ramazon oyida taravih tahajjudlarda yoki o'zimiz qarab nurg'un qatam Qur'on xatma qilindi. Demak, bu ahvol Ramazondan keyinmi biz az-azdan bo'lsa-mu Qur'onni o'qib davomlashtira oladiganligimizni uqtiradi. Shuning uchun Ramazondan keyinmi Qur'oni Karimni ko'p o'qishga bir iroda bog'laylik. Alloh muvaffaq qilsin. 4-dan go'zal axloq. Endi biz bu Ramazon oyida nurg'ulg'an go'zal axloqlar bilan zinatlandik. Masalan, ko'zimiz, quloqimiz, og'zimiz va qalbimizni haromdan saqladik. Ya'ni bunday qilib aytganda ro'za tutdik. Qalbimizga keladigan havoyi havas va nafsimizningki g'alg'ashlardan ro'za tutdik. Demak, bunday ro'za tutish kunning petishi va hayitning kelishi bilan tugab qolmaydi. Balki yil bo'yi bizningki mushundaq haromlardan ro'za tutishimizning muhim ekanligini bildiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shaksizki har bir inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil va sezgu a'zolaridan savol-so'roqqa tortiladi. Demak, biz quloqimiz, ko'zimiz va qalbimizdan savol-so'roqqa tortilganmiz. Gap so'zlarimiz va harakatlarimizga alohida diqqat qilishimiz to'g'ri keldi. Biz Ramazon oyi uchun so'roqqa tortilmaymiz. Balki yil bo'yi qilib qolgan umrimizdimi hisob beramiz. O'ylab baqsak, biz Ramazonda boshqalar bizga aziyat bersa, men ro'zador deb ular bilan tillashmadik, jidallashmadik. Ammo Ramazon chiqib ketgandan keyin biz ig'zimizni qo'yib o'tamdik, g'aybat qilamdik yoki boshqalarga aziyat beramdik. Yo'q. Demak, shu Ramazonda biz o'zimizni tutib olib, go'zal axloqqa ko'ndirganligimizning o'zi Ramazondan keyin bu ibodatni yaxshi davomlashtira oladiganligimizni bildiradi. 5-chi, sil rahim. Endi biz bu Ramazon oyida urug' tuqqanlarni, qo'lim qo'shnilarni, yaqin yo'qlar, do'st birodarlarni yo'qladik, iftorlatdik. Endi bu Ramazondan keyin biz urug' tuqqanlarimizni o'ldiga chiqarib etmayli. Hem bu şu Ramazonda ularni yo'qlab turganimizning o'zi Ramazondan keyin davomlashtira oladiganligimizni bildirdi. Payg'ambar alayhissalom hadisda rizqining keng bo'lishi, umrining uzun bo'lishini xohlagan odam sil rahimni o'lsin degan. Shuning uchun bu sil rahimdan iborat bu amalga alohida ahamiyat berishimiz kerak. 6-chi, saxiylik. Biz bu ulug' Ramazon oyining bizga o'g'itishi bilan nihoyat mard bo'lib ketdik. Amaliyotda ulug' Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala eng büyük, eng saxiy zotdir. Biz boshqalarga go'zal muomala qilishda Rabbimiz bizni yaxshi ko'rsa ekan,
bizning amalimizni qabul qilsa ekan, mushu orqali jannatda katta bir ne'matni ato qilsa ekan, do'zaxdan bizni saqlasa ekan degan umidda go'zal muomalada bo'laylik inshaalloh. 7-si endi men Ramazonning 5ida sizlarningki ibodatda intayin qizg'in aktiv bo'lganliklarini ve yürüş, kiyiniş her cihetten nait hayalık halette turayotganliklarini ko'rdim. Hem hatta şuna va'da deb o'ylayman. Bu ahvolinglar Allah muvaffaq qilsa Ramazondan keyinmi mushuningda bir chin tura oladiganliklarini bildirdi. Sizlar mushuning qarda yana bir Allohga va'da beralamsizlar? İnşallah va'da beramiz. Allah razı olsun, ulug' Allah muvaffaq qilsin. Agar Allah qabul qilsa, mushu bergan va'damiz sababli qiyomat kuni Allohning dargohida katta bir mukofotga nail bo'lishimiz mumkin inshaalloh. İnşallah. Shuning uchun singillarim har doim deymanki, va'dani buzishdan saqlanaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. Yani kimiki ahdini buzsa, ahdini buzganlik zini uning o'ziga bo'ladi. Allah saqlasin. Shuning uchun har doim biz ahd va'dalarimizda mustahkam turaylik. İnşallah. Hem ahirda Allah subhanahu va taologa her daim taat, ibadette mustahkam turalışımız için bir özümüz va'da beraylik. Çünkü suyumluk Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettigen ve akşamda seyyidul istiğfar, yani istiğfar hucusi namlı şu duanın özüde Allah'a ahdi va'da berdiganligini deb o'tgan. Mesela o'qib baqsaq, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ey Allah, sen mening Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın. Men senin benden. Men senin ahdi va'dangning ustida. Yani men kuchim yetishcha sana bergan ahdi va'dalarimga rioya qilaman. Shuning bilan bizning Ramazon oyida qilgan bir necha turli go'zal ibodatlarimizning xulosasi mush yerda oxirlashdi. Demak, yuqorida so'zlaganimizdek Alloh subhanahu va taolodan tilaymizki, bizni mushundaq Ramazon oyida qilgan go'zal ibodatlarimizni Ramazondan keyinmi yaxshi davomlashtira olishimizga nasib qilsin. Amin. Xo'sh, undaq bo'lsa, shu ro'za tutishga doir savollaringiz bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Ramazon chiqayotgandan keyin Shavvol oyiga kirish oldi turmadimiz. Bu shu Shavvol oyida ro'za tutish haqida azoq tushuncha berib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Shavvol oyi Ramazon oyidan keyin keladigan oy bo'lib, bu oyda 6 kun ro'za tutish sunnat va mustahab amal. Shavvolning ro'zasini nima uchun tutamiz deganda, biz şu 6 kun ro'zani tutish orqali Allohga bo'lgan shukrimizni ifodalash ham shu Ramazon oyining ro'zasiga qanmaganligimizni ifodalashni bildirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: kimiki Ramazonda to'liq 30 kun ro'zani tutib, yana Shavvol oyida 6 kun ro'zani uning ergashtirib tutsa, o odamga to'liq 1 yil ro'za tutganning ajri beriladi. Bu yerda maqsad qilingani Ramazonning 30 kun ro'zasi 10 ayga tavaydı. Endi bu Shavvol oyining 6 kun ro'zasi bo'lsa 2 ayga tavaydı. Shuning uchun Ramazonda to'liq 30 kun ro'za tutib, Shavvol oyida 6 kun ro'za tutsa, bir ömür ro'za tutganning ajriga erishgili bo'ldi inshaalloh. Shavvol oyidagi 6 kun ro'zani kun atlatib tutsaqmi bo'lamidi yoki biroq tutishimiz kerakmi? Endi bu Shavvol oyidagi 6 kun ro'zani kun atlatib tutsaqmi, biroq tutsaqmi bo'laverdi. Yani ayının 5'de tutsaqmi, o'rtasida tutsaqmi, oxirida tutsaqmi yana bo'laverdi. Ama 5'de aqaqdan tutib olish mustahab. Navada ayının oxiriga kechiktirsak yana joiz bo'ladi. Lekin doktorlarning deyishicha, ba'zi kasallarni davolashda yoki oldini olishda 36 kun ro'zaning foydasi ko'pkan. Shunga 30 kun ro'zani tutib bo'lgandan keyin hayit kunlari ichimliklar bilan bo'ldi qilib qolgan 6 kun ro'zani ulab tutib o'tishning intayin salomatlikka foydali ekanligini deydi ekan. Ulug' Allah bizni bu oyda nafl ro'zani yaxshi tuta olishimizga nasib qilsin. Amin. Sing'illarim, bugungi suhbatimiz mush yergacha bo'lsin.
Alayda vaqtinglarni chiqarib suhbatimizga daxil bo'lganinglardan intayin mamnun bo'ldim. Alloh rahmat qilsin. Ulug' Alloh sizlarni Xadicha, Aisha, Fatima onalarimizning izbosaridan qilib bersin. Ham kelgusining Maryamlardan qilib bersin. Namunalik, ulgulik, solihat, taqvodor onalardan qilib bersin. Sizlarning qo'linglarda ummat uchun, vatan uchun eng yaramli farzandlarni tarbiyalaydigan shunday bir onalardan qilib bersin. Amin. Endi sorunumuzning oxirini güzel bir dua bilan oxirlashtirsak qanday deysizlar? Estağfurullah. Amin. Ey merhametlik ulug' Allah. Günahimizni mağfiret qilsay Allah. Amin. Tövbe qildik ey Allah. Tövbemizni qabul qilsay Allah. Bu ulug' Ramazan ayini ey Allah. Bizga rahmet, mağfiret, aytqı minanlar qilib berganliklar uchun hamd aytamiz ey Allah. Bu Ramazan ayini uzatish oldida ko'ngillarimiz intayin qayg'uryotdi ey Allah. Biz bu Ramazan ayidin özlerinin rahmetleriga erishgan, günahlardan mağfiret qilingan, gaydanlarımızda uzaqdan azat qilingan holatda uzata olishimizni, bu aydan shunday yaxshi holatda chiqa olishimizni tilaymiz ey Allah. Ey ulug' Allah, bizga rahim qilsay Allah, bizga shafqat qilsay Allah, bizga yordam ato qilsay Allah. Dunyodagi barliq musulmonlarga yordam ato qilsay Allah, nusrat ato qilsay Allah. Şu zulüm uçrayotgan vatanimiz Sharqi Turkistondagi mazlum xalqimizga yordam ato qilsay Allah. Jumladan şu Xitoy tajovuzchilarining turmalarda, lagerlarda tajovuzchilikqa uchrayotgan şu hemşirlerimiz, aç sınırlarımızı qutqizib bersin Allah. Ey ulug' Allah, özleri hammaga qodir ey Allah. Özleri hammaga qodir ey Allah. Bizning özlerden başqa Rabbimiz yo'q ey Allah. Özlerden başqa ilahimiz yo'q ey Allah. Bizga yordam ato qilsay Allah. Ey ulug' Allah, şu Falastindagi qarindoshlarımizga yordam ato qilsay Allah. Dunyodan zolimlarni yo'q qilib bersin Allah. Zolimlarni vayron qilib bersin Allah. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. Ey merhametlik ulug' Allah, bizga manfaatlik ilm ato qilsay Allah. Solihlik, taqvodorlik ato qilsay Allah. Her daim amallerimizde ihlasni akilib turib qila olishimizga nasib qilsay Allah. Muxlisinlarning qatoridan qilsay Allah. İşimizni osonlashtirib bersin Allah. Ailemizga barakat, xotirjamlik ato qilsay Allah. Ata-onamizning gunohini mag'firat qilsay Allah. Ata-onamizga yaxshilik ato qilsay Allah. Ularning duoini ijobat qilsay Allah. Ularning ruhiy va jismoniy kasallarga shifolik ato qilsay Allah. Farzandlarimizga rahim qilsay Allah. Ularni islom ummati va islom millati uchun yaramli, foydali avlodlardan qilib bersin Allah. Ey ulug' Allah, qiz o'g'il yoshlarimizni isloh qilsay Allah. Yoshlarımızga haya, iffetni ato qilsay Allah. Güzel axloq, taqvodorlikni ato qilsay Allah. Manfaatli ilm ato qilsay Allah. Ey ulug' Allah, duoyimizni ijobat qilsay Allah. Gunohimizni mag'firat qilsay Allah. Özlerining menga duo qilinglar, sizlarning duoinglarni ijobat qilaman degan so'zlarga iymonimiz bor ey Allah. Agar duoyimizni ijobat qilmasalar biz ziyon tortquchilar qatoridan bo'lib qolamiz ey Allah. Duoyimizni qabul qilsay Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.